Allah roziligi uchun yordam bersin. Bola ekan, bola og'rimasin ekan, bolam og'rigani uchun shunga majbur bo'lib qolyapman. Endi yig'lamang. Allohim shifo beradi. Sen qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang onajon, men sizni yaxshi ko'raman, yaxshi bo'lib ketaman yaqinda. Xudo xohlasa. Xudoyim xalqimiz qarab turmaydi qizim, inshaalloh yaxshi bo'lib ketasan. Bu kunlarda ham ko'rmagandek bo'lib ketasan. Allohim shifo beradi inshaalloh. Men Alimjon va Mohidal Mahamajon qizi. 3 ta qizim bor, boquvchimiz yo'q. Biz hozirda Massif Kaliniy 118-ko'cha 12-uyda ijarada turamiz. Vaqtinchalik, Xudo xolasa. Sizlarga murojaat qilishimning sababi shu qizim 14 yoshli Ominaxon qizim 10 yildan beri sersa parog'idan olib keladi, lecheniya olib kelamiz. Rossiyalardan lecheniya oldik. Bu qizimni operatsiya qilamiz deganda Rossiyada garantiya yo'q deyishgan. Operatsiyadan chiqmaydi, 50 yillik deganda qo'rqib qildirmaganman. Endi hozir shu yoshga kirib kuchayib ketibdi. Doktorlarga borib ko'rsatsak, parogi 2 ta bo'libdi. Teshigi kattayibdi yuragidagi. Bittasi yuragidan o'pkaga ulangan tomirdagi bor ekan, teshigi, endi parogdagi bor ekan. Shunisi opasniyroq yurakdagi, shuni qilaylik, operatsiya srochni qildiringlar deb aytishdi. Shunga murojaat qildim, pul yig'olmay, topolmay. Bu qizimga lazer bilan qilsak 3,5 ming, 4 ming dollar deyishdi. Agar biz lazer bo'lib operatsiya bo'ladigan bo'lsa 3 ming dollar deyishdi. Endi hozir shu pulni topolmasdan sizlarga majbur bo'ldim. Operatsiyamiz endi Bishkekda bo'ladigan bo'lyapti. Bishkekga borib, u yerdagi vrachlar bilan ham ko'rinib gaplashib keldik. Dushanba kuni Xudo xolasa joy bo'shadi, kelinglar dedi, ertaga yo'lga chiqamiz. Dushanba yotqizsak, bir hafta lecheniyaga, operatsiyaga tayyorlashadi bu qizni. Keyingi dushanba Xudo xolasa operatsiya bo'lar ekan. Shunga uchun mablag' yetmayapti. Shunga majbur bo'ldim sizlarga aytishga. Operatsiyani ko'taradi, operatsiyadan chiqadi, organizmi yaxshi, rivojlangan deyapti bu yoqdan Allohdan. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Alloh o'zi shifo bersin deyishdi. Xo'p deb keldim. Xudo xohlasa bu yoq Allohdan shifo bergusi Alloh. Bularga murojaatim Alloh yo'lida qo'ldan kelgancha yordam bersin. Qizim yuragi bo'lmaganda ham mayli edi. Yuragicha qo'rqinchliroq ekan. Shundan qo'rqyapman. Alloh roziligi uchun yordam bersin. Bola ekan, bola og'rimasin ekan, bolam og'rigani uchun shunga majbur bo'lib qolyapman. Azizlar, shu xayrli ishga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga bularni o'zlarini M-bank raqamlarini va hisob raqamlarini aytib o'tamiz. 0555 bilan 180990 Mohidal A deb chiqargan M-bankda. Agar bu M-bankda bir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, yana bir qo'shimcha M-bankimiz bor. 0557 bilan 006242 Inoyat A deb chiqargan. Endi xuddi shu nomerda 0555 bilan 180990 da Kompanion bank ham bor ekan, Optima bank ham bor ekan. Bu banklar orqali safarda yurgan, Rossiyada yurgan yoki chet elda yurgan aka-ukalarimiz o'zini hissasini qo'shishi mumkin bo'ladi. Alloh taolo qilgan ihsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Qiyomat kunida boshimizga soyabon qilsin. Jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qo'shni bo'lishlikni o'zi nasib ro'zi aylasin. Shu qizimizni ham tez kunlarda operatsiya bo'lib, yaxshi bo'lib kelishligiga Alloh taolo siz bilan bizni sabab chiqib qo'ysin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.